Navbatdagi mehmonlar ham ishoning sizlarga yuqori bir kayfiyatni va'da qilishyapti. Albatta bizda yana mehmonlar bor. Biz do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik, insonlar o'rtasidagi mehr va muhabbat, oqibat tuyg'ularini tarannum etishda davom etamiz. Navbatdagi mehmonlarimiz shoira, publitsist, tarjimon, fotorassom va hamkasbimiz Nazira Boymurodova hamda ularning turmush o'rtoqlari turkiyalik fotojurnalist, shoir Joshkun Tag'a hamda aktyor, xonanda Ulug'bek Kapur taxallus bilan tanilgan ijodkor Ulug'bek Hamroyevlarni Qarshi olamiz. mamnuniyat bilan Marhamat. Bormisiz, omonmisiz? Bormisiz, omonmisiz? Kapur janoblar sizni bu yerga taklif İyi günler arkadaşım. İyi günler. Hoş geldiniz. Siz bu yerga o'tirishingiz mumkin. Programımızda Merhabalar. misafir olduğunuzdan memnunuz. Ben de çok memnun oldum. Bo'lyapmanmi? Ben getirdim. Hoş Sizga geldiniz. ham çok salomlar. Aleykümselam. Mikrofonni olamiz, marhamat. Buyurun. Namaste sohib. Ustida Ulug'bek Kapur. suhbatlashamiz, ha? Naziraxon har doimgi o'zlarining imijlariga sodiq qolgan holda bugun ham mana qarang, milliy libosda. Nazira, milliy liboslarimizni yaxshi ko'rasiz. Aha, qarang. Aslida o'zbek qadriyatlari ruhida tarbiyalangan har bir o'zbek qizi mana shu vatanning qizi milliy liboslarni yaxshi ko'radi. Men ham o'zbek qizi ham jurnalist ham ijodkor bo'lganim uchun ulardan yanada ko'proq yaxshi ko'raman. Haqiqatda umuman Nazirani juda ham ko'plab fotoko'rgazmalarida ishtirok etganmiz. Biz sobiq hamkasblarimiz Madaniyat va ma'rifat telekanalida faoliyat yuritgan Nazira nihoyatda katta loyihalarni amalga oshirgan va ana shu fotojurnalistik ishlarida ham, o'zining teleko'rsatuvlarida ham har doim mana shu milliy qadriyatlarimizga, milliy liboslarga o'zgacha hurmat, o'zgacha muhabbat har doim aks etib turganda Chunki boy merosda. Haqiqatda. Ulug'bek aka, siz yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Mikrofonni olasiz, marhamat. Marhamat, xush kelibsiz. Rahmat. Ana shu fursatlarda hozir men Naziradan bitta qo'shiq tinglasak deymanda, so'ng qizg'in suhbatga kirishib ketsak, mavzu Juda soz bo'ladi, sizlarni juda hali soz. savollar yomg'iri ostida qoldiramiz. Nima tinglaymiz, Nazira? Dilrabo-xon, kuni kecha bir satr keldi xayolimga. Dengizlarning sohiliman, men vatanning shoiriman va men vatanning farzandiman va qalbimda vatanga bo'lgan muhabbatim limmolim bo'lgani uchun meni asosiy mavzuim vatan tuyg'usidir. She'rlarim ham, qo'shiqlarim ham vatan haqida. Marhamat. Juda. Demak, vatan Ijozat haqida. bersalaringiz, Marhamat. o'zim yozgan va musiqasini bastalagan Gul diyorim bor deb nomlangan qo'shiqimni ijro etib beraman. Ha, Marhamat. so'z muallifi o'zingiz. Albatta. Musiqa muallifi o'zingiz. Hurmat bilan o'zim dengda gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, Marhamat. badiiy sahnamiz tomon taklif etamiz. Marhamat.
atıp gül bo'lib ungan diyar omadim kulgan diyar qadrimni bilgan diyar ko'ksimda ildiz atıp gül bo'lib ungan diyar ko'ksimda ildiz atıp gül bo'lib ungan diyar Yurtimiz tinchlik o'zgarmasin. Go'zal vatanni madh etuvchi taronachilar minnatdorlik Go'zal bildiramiz. qo'shiq. Jo'shqin tog'a. Qalay endi? Ne var, ne yok? İyilik sizler sormalı. O'zbekistondan bayandingizmi? Çok beğendim. Çok. Çok beğendim. Neler beğendiniz? Kıyafetlerimi, yemeklerimi, neler beğendiniz? Ya, insanlar çok samimi, çok içten davranıyordu. Ana gördünüz mü? O çok hoşuma gitti. Ana. Sonra geleneklerini unutmamışlar. Türk tarihini. Hı. O benim için de çok kıymetli bir şey oldu. Hı. Ayrıca ben Özbekistan'da hiç kendimi yabancı hissetmedim. O'zimni begona his Begona qilmadim. his qilmadim Ha. deyaptilar. Ben ilk defa Türkiye dışına çıkıyorum. Aha. Onu da Özbekistan'a geldim. Aha. Ve yaklaşık 2 aydır da buradayım. Hı. Sanki Aydın'da, daha doğrusu Türkiye'de kendi şehrimden başka bir şehire seyahat etmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani Özbekistan'da mıyım, Türkiye'de miyim? Bazen Bilmiyorsunuz. anlamıyorum. Ana ko'rdingizmi qanday go'zal. Men o'z vatanimda yurgandekman deyaptilar. Albatta, İnsanlar albatta. o'rtasidagi samimiyat nihoyatda ularga ma'zur bo'libdi. Mana 2 oy bo'ldi turmush qurganingizga. Yaqinda turmush Rasmiy nikoh qurdi qildik. 14 mehmonlarimiz. noyabrda. Umuman Turkiyada ham ozgina faoliyat olib bordingiz. Bugungi mavzuyimiz do'stlik, hamjihatlik ekan. Mana bir dunyo ko'rgan jurnalist sifatida, turkiyalik yigitga turmushga chiqqan o'zbek qizi sifatida umuman qadriyatlar haqida, mana shunday insonlar o'rtasidagi hamjihatlik, hamkorlik haqida nima deya olasiz Nazira? Rahmat, juda ham chiroyli savol berdingiz Dilraboxon. Agar dunyoni qutqaradigan bir narsa bo'lsa, u ham do'stlik va yaxshilikdir. O'sha bizni do'stlarimiz orasidagi yoki qardoshlarimiz orasidagi yoki mamlakatlar orasidagi insonlarning do'stligi dunyoni qutqarib qoladi. Va men ham bir ijodkor sifatida o'z vatanini sevgan va dunyodagi barcha millatlarning qadriyatlarini qadrlagan va sevgan bir ijodkor sifatida 3 yil davomida Turkiyada erkin ijod bilan shug'ullandim. Turli tillarni o'rgandim. Shu bilan birgalikda tarjimalar qildim. O'zbek tilidan turk tiliga, turk tilidan o'zbek tiliga yoki Ozarbayjon, qozoq tili, qirg'iz tili, mana shunaqa turkiy tillarni, she'rlarni turkchaga yoki o'zbekchaga tarjima qildim. E'lon qilib bordingiz davriy matbuotlarda. Albatta Facebook sahifasida ham e'lon qildim va Turkiyada chop etiladigan Gufte adabiyot jurnalida mana shu o'zbek ijodkorlarini, she'rlarini turkchaga o'girib berib bormoqdamiz. Bu ham mana shu ijodkorlarimizga bir ma'naviy ruh bag'ishlaydi degan umiddaman. Chunki ijodkorga bir narsa kerak, u ham bo'lsa e'tibor. Xoh u do'sti tarafidan bo'lsin, xoh davlat tarafidan bo'lsin, xoh dunyo hamjamiyati tarafidan bo'lsin, bir og'iz e'tibor uni ijodini yanada bir yuksakka chiqib ketishiga yordam beradi va men ham ijodkor sifatida mana shu narsaga hissa qo'shayotganimdan xursandman. Juda ham zo'r mavzuni ochdi. Haqiqatan e'tibor deyapsiz. Navbatdagi mehmonimizga birozgina e'tibor kamroq bo'lyapti. Xo'p desangiz, Ulug'bek akamga yuzlansak, e'tiborimizni qaratamiz. Men ham sezdim. Ha, Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Mikrofon oling, marhamat. Rahmat. Ulug'bek akam, dastur boshlanishidan oldin bir nima dedilar, ko'p savol bermang menga. Nega desam, bitta zo'r nomerim bor, zo'r sahna ko'rinishim bor. Ana shu namoyish etay, salomim ham bor, mehr muhabbatim ham bor Hammasi deyapti. jamuljam. Suhbatga o'tishdan avval keling, sizni mana sahnamiz tomon taklif etsakda, allaqachonlar tayyor biz musiqamiz, qo'shig'imiz, menimcha, demak, sizga navbat beramiz. Maza qilib bir bahramand bo'laylik. Do'stu, qanaqa edi? Do'st haqida. Do'st haqida, juda ham. Do'stlar haqida. Do'stlar haqida ko'z tegmasin. Qani ketdik, marhamat. Birgalikda hozir qayerga sayr qilamiz? Hindistonga. दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी
एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थी, तुम ही तो थे। सार भेद भूल गई, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले सबोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे के राज फल गई, अब तुम्हार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त endi do'st emas u afsus, muhabbat ham muhabbat emas, taqdir mendan nega burding yuz, bahorimni ko'mdi qor xas. Rahmat. Bevafo do'stlar haqida bo'lsa ham baribir mavzuga mos, chunki do'stlarning har xili bor. Lekin Bugun- bizda lekin biz bevafo do'stlar sadoqatli yo'q. do'stlar haqida Bevafo do'stlar suhbatlashamiz. haqida emasda bu, Ha. haqiqiy do'stlar haqida. Haqiqiy do'stlar haqida. Do'sti to'g'ri. uchun jonini qurbon qiladi, Ha, ha, ha. ko'rgan bo'lsalaringiz. Oxirgi paytlar do'stdan aziyat chekyaptilar-da, o'shaning uchun tegib ketdi. Ketdimikin, haqiqatdan sadoqat haqidagi qo'shiqlar ham shunday eshitilyapti. Shunaqa. Dilraboxon bir narsani aytib o'tmoqchiman. Marhamat. Ha? Mana shu Ulug'bek akani ilk kashf qilganim mana shu Madaniyat va ma'rifat telekanali orqali efirga uzatiladigan Bag'rikeng diyor ko'rsatuvida Shunday, kashf shunday. qilganmiz. O'sha paytlardan juda iste'dodli ekanligini ko'rib, qo'limizdan kelgan imkoniyatni bularga berdik. Mana Madaniyat kanali mana shunday imkoniyatni berdi. O'zini iste'dodi bilan butun xalqimizga manzur bo'ldi va hozir kanallardan tushmayapti. Ko'z tegmasin. Ko'rinishlari ham o'zi qandaydir aytib turibdi-da obraz Fursatdan haqida. foydalanib shu Madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlariga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Xudo xolasa bundan ham zo'r bo'lsin. Mana bormisiz, omonmisiz degan mana yangi proyekt juda bu Yangi zo'r loyiha. yangi loyiha.
Omad tilaymiz. Yoqyaptimi sizga? Albatta. Odatda siz aytgan so'zlar efir yakunida aytilardi. Sezyapsizmi deyman, dasturimiz Yakunlab nihoyasiga boryapti. boryapti. Bizga rejissyorimiz aytyaptilarki, imkon bo'lsa 5 daqiqa oldin xayrlashangiz deyapti. Lekin yaqin opamiz bo'lsalar, hali vaqt bor deyaptilar. Suhbat bu yerda battle bo'lyapti. Kimga quloq solaylik? Albatta. Demak, 5 daqiqa vaqtimiz bor. 5 daqiqa vaqt. Qanday savol bersak ekan-a? Unumli foydalanib qolishimiz kerak. Qisqa savol berasiz. Sharqi dinlaymiz. Lutfan. Bizga ozginagina bir qo'shiq xirgoyi qilib berishni va'da qilgan edingiz birgalikda. Ozarbayjoncha, turkcha. Turkcha qo'shiq. Ozgina turk tilida qo'shiqdan marhamat tinglasak. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum nar tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum nar tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Hey, yaşa. Rahmat. Nazira hind tilida ham aytadi. Bitta aytib bering, men qo'shilaman ozgina. Qani, qaysi? Hind tilida. Shohruxxondan-da. Boshlaymiz. Qani. Bu kishi boshlasin, men qo'shilaman. Qo'shiq kechasi, go'zallik kechasi. Bugun marhamat. Hind qo'shiqlari muxlislari uchun bir alohida eksklyuziv bo'lyapti-da. Harakat qilaman. Qani? तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ के कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम. Bundan ortiq Ochilmagan qirralar yo'q. Ko'tarinkilik bo'lmaydi. Mana shunday ko'tarinkilikda xayrlashishga majburmiz. Haqiqatda O'zimiz vaqtimiz istamayapmiz, lekin ming bor o'zi. Bu gal kechiring, bu gal deydi-ku. Ishtirok uchun, taklif uchun, tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Ko'p va hali xo'p suhbatlashamiz. Hindistonga sayr qildik, Turkiyaga sayr qildik. Shunday ekan, aytar so'zlarni amalda isbotlab bo'lishdi allaqachonlar. Haqiqatda men Nazira Jo'shqin tog'a baxt tilayman sizlarga. Çok mutluyum. Rahmat. Shu fursatdan foydalanib biz ham Turkiya Jumhuriyati hamda O'zbekiston Respublikasi nomidan mana shu qadrdon kanalim Madaniyat va ma'rifat kanalini butun jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Inshaalloh ijodimiz, hamkorligimiz davom etsin inshaalloh. Davomli bo'lsin. Değil mi? Davomli bo'lsin. Aynen. Ben de çok mutlu oldum. Burada ilk konuk buraya olduk. Kısmet buraya oldu. İnşallah tekrar Özbekistan'a geliriz. Aha. Yine sizleri Bekleriz. görmek isteriz. Juda sog', juda sog'. Rahmat. Ulug'bek aka, marhamat, mikrofon. Rahmat. Avvalambor taklif uchun rahmat. Xudo xolasa ko'p kelamiz hali. Ko'p taklif etamiz Xudo sizni. xolasa ijoddan charchamanglar. Sizlarga ham omad. Yana bir bor boya aytib o'tdim, endi yana aytaman. Madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlariga bormisiz, omonmisiz? Mana kadr ortida qancha odam ishlayapti. Hammalariga rahmat deymiz. Salomat bo'lasizlar. Yana bir bor rahmat. Rahmat sizlarga ham rahmat. Taklifimizga yo'q demay, qimmatli vaqtingizni ayamay ko'rsatuvimizda ishtirok etdingiz, ko'rsatuvimizga zeb berdingiz, Albatta. go'zallik, qo'shiqlar hadya etdingiz. Aziz muxlislar, dunyoda do'stlik bor bo'lsin, oqibat bor bo'lsin. Insonlar o'rtasidagi toza munosabatlar har doim insonlarni qo'llab-quvvatlab tursin va aslo hech qachon bunday munosabatlar buzilib ketmasin. Albatta. Yaxshiliklar va yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lsin deymiz. Doimo baxtli yashashda davom eting. Yana ko'rishamiz. Omon bo'linglar. Xayr. Voy, mazza qildim. Bormisiz, omonmisiz? Bormisiz, omonmisiz?